Dada, Ha. men kasal bo'lib qoldim. Qo'rqinchli kasallik emas, suv chechak bo'libsiz. O't o'lan bo'lib qoldimmi? Yo'q, shunaqa kasallik bor. Faqat bu yuqumli. Odamlar sizdan qochadi, lekin bundan xafa bo'lmang. Qochadimi? Faqat shu idishda ichasan, tushundingmi? Meni narsalarimga tegma, yuqishi mumkin. Kuchugimizni idishi ham yaxshi-ku bundan. Aka, men bu qancha? Hozir. Sen kasal bo'lgansan-ku. Nomi nima edi? Moy chechak. Yo'q, bu suv chechak, aniq. Yuqumli kasallik-ku, chiq. Hech narsaga tegma. Bor. Dada, Yuqadi. mendan jirkanyapsizmi? Ha. 3 yil mobaynida mingdan ortiq odamlarni Yevropaga ishlashga jo'natgan kompaniya. Eng asosiysi qonuniy Prime Visa. Yevropada xohlasangiz o'qisangiz bo'ladi, xohlasangiz ishlasangiz bo'ladi. Ya, bu qalamunmi? Yo'q, meni o'g'lim bu. O'zingiz bu qalamun. Siz chigirtkasi tushundingizmi? Nima uydan chiqding? Chiqma degandim-ku senga. Zerikib ketdim. Uyda TikTok olaverib. Bor uyga kir. Bu qalamun yaxshi hayvonmi? Правый, хотя Криштиану двуногий футболист, он может и справа, и слева здорово. Ay, og'riydi-ku. Ay. La 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 la.